Assalomu alaykum. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, aziz qishchiliklar, hurmatli mehmonlar, ustozlar. Bugun biz yurtimizda keng nishonlanayotgan 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan navbatdagi tadbirda ishtirok etyapmiz. Albatta, bir necha kundan beri mana shu bayram tadbirlari G'ijdonda juda yuqori kayfiyatda o'tkazib kelinyapti. Sababi bu sana vatan tinchligi va xalq osoyishtaligi yo'lida jon fido qilgan ajdodlarimiz xotirasida yod etish, bugungi tinch hayotimiz qadriga yetish kunidir. Ayniqsa yosh avlodni vatanparvarlik, jasorat va sadoqat ruhida tarbiyalash bugungi kunning muhim vazifalaridan hisoblanadi. Shu ma'noda maktabimizda amalga oshirilayotgan ezgu ishlar alohida ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'mondonligi qo'mondoni Yakubov Jurat Amangeldiyevich va u kishining oilalari tomonidan buvilari yuqorida nomlari tilga olingan Qizbibi Husayn va xotiralariga bag'ishlab, mana shu tumanimizda 2-sonli maktabga investitsiya kiritib, tariximizning boy meroslaridan voqif bo'lish va maxsus xonalarni zamonaviy jihozlangani, o'quvchilarimiz uchun zamonaviy kutubxonani bo'yitishda qo'shgan hissasi barchamiz uchun katta quvonchdir va ruxsatlaringiz bilan hammamiz nomimizdan minnatdorchilik bildirishga ruxsat berasizlar. Muhtaram Prezidentimizning odilona va oqilona siyosatlari natijasida bugungi kunda yoshlarni ona yurtga sadoqat va harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida Qurolli Kuchlar tarkibiga kiruvchi barcha vazirlik idoralarida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, bugungi kunda Mudofaa vazirligi toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'shinlari qo'mondonligiga bo'ysunuvchi harbiy qismga biriktirilgan G'ijdon tumani G'ishti qishlog'i 2-umumiy o'rta ta'lim maktabida ham yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash majmuasi barpo etilib, zamonaviy targ'ibot vositalari bilan jihozlanib foydalanishga topshirilmoqda. Mazkur majmua o'z ichida ma'rifat markazini olib, u esa harbiy vatanparvarlik sinfi, Amir Temur va Buyuk Turon qoploni Jaloliddin Manguberdi sinfi, harbiy tarix muzeyi, ma'naviyat zali hamda chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik sinfini o'z ichiga oladi. Mazkur obyektlar zamonaviy targ'ibot vositalari bilan jihozlanib, tantanali ravishda mas'ullar ishtirokida foydalanishga topshirilmoqda. Bu kabi tadbirlar yoshlarimizni ona yurtga sadoqat va harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bilan birga kelgusida mamlakatimiz uchun mard va sadoqatli zaxira kadrlar shakllantirishda dasturi amal bo'lib xizmat qiladi. Mazkur tadbir xotira va qadrlash kuni bayrami arafasida o'tkazilayotganida ham chuqur ma'no bor. Sababi mazkur maktabda ta'lim olib, tahsil olib, bugungi kunda fan, ta'lim, madaniyat, san'at, iqtisodiyot sohasida yurtimizning barcha jabhalarida faol tarzda faoliyat olib borilayotgan bitiruvchilarning borligi bizni quvontiradi. Ayniqsa Ikkinchi jahon urushi yillarida ulug' vatan urushiga qolaversa mamlakatni iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy jihatdan rivojlanishiga hissa qo'shgan buyuk insonlarni eslab o'tish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ana shunday insonlardan biri Qizbibi Husaynova ko'p yillar davomida mazkur maktabda faoliyat olib borib, qolaversa kolxoz raisi bo'lib, maktabni, yoshlarni ta'lim olishini, qolaversa qishloq xo'jaligini rivojlantirishida, mustaqil O'zbekiston bo'lib davlatimizni shakllanishida katta hissa qo'shganlar. Ularning nomlari bugungi kunda abadiy barhayotdir. Bu kabi sharafli yo'l va ulug' insonlarning hayot yo'li biz yoshlar uchun kelajakda o'z kasbimizni ustasi bo'lishimizda, yurtimizni rivojlantirishida dasturi amal bo'lib xizmat qiladi.